Bekzod Isadullayev, assalomu alaykum ukajonim. Chempion ukam, yaxshimisiz? Druchka qilsa nima proteini? O'qolmayman. Zafar ukam, Zafar pandi, Zafar. Zafar promout. Op, bilet. Zafar xatini o'qiyman deb sal qoldi avtobusga shaqillatishimga. Tak. Mashinani qachon o'ynaymiz? Qaysi mashinani, shef? Mana qaysi mashinani mana ayting. Qaysi mashinani o'ynaymiz bilat, ha? Mana qaranglar-da mana. Qaysi mashinani o'ynaymiz yozib boring, iltimos. Qaysi mashinani o'ynaymiz yozib boring, iltimos. Qaysi mashinani o'ynaymiz yozib boring, iltimos. Qaysi planetadansiz? Qaysi mashinani o'ynaymiz yozib boring, iltimos. Qaysi mashinani o'ynaymiz yozib boring, iltimos. Qaysi planetadansiz yozib boring, iltimos. Qaysi mashinani qatga qo'yibman? O'ynadi, yutdi-ku o'sha Turkiyalik fuqaro oldi, 9 ta bolasi bor. Siz qaysi GIF videosini ko'ryapsiz? Otamni zamonida urush paytidagi GIF videosini Levi profilda ko'rgansiz. Levi profilda ko'rganingizdan keyin siz endi original profilga yozyapsiz. Kallam ishlamaydi deya olmaysiz. Kalla ishlagandan siz originalga yozyapsiz. O'zingiz otni qo'ta billar mumkin emas, o'qinish mumkin emas. O'zingiz mayli, qaysi mashinani o'ynayapsiz? Xudo xolasa ekan uzr tayyorlanib bo'lsin. Ya Nodir ukam, samimiy yo'q sizga, lekin unaqa depressiyaga tushib bo'lmaydi. Men ko'p hayotda depressiyaga tushganman, lekin anaqa sport uchun unchalik tushmaganman-da. Men bodybuildingda ham yutqazganman, keyin yutqazganman. Endi yutqazish bilan odam o'sadi-da. Agar har doim hayotda yutaversangiz, men pezes ekanman, men zo'r ekanman deysiz-da. Men zo'r ekanman deysiz-da, trofka ham qilmaysiz. Men boy ekanman deysiz-da, pul ham topmay qo'yasiz. Tushunyapsizmi? Men pizdesman deysiz-da, ishingizni qilmay qo'yasiz. O'shaning uchun inson ora-orada mana shunaqa yutadi, yutqazadi. Hayotida bir narsa reja bo'yicha ketmaydi, misol uchun, qanaqadir o'xshamay qoladi, misol uchun nimadir. Shunaqa bo'ladi-da. Gai turibdi, men bitta pavot yopib qo'yibdi. Men bo'lsa bu yoqqa kirib olibman, voy, hozir endi umrni yeydi endi bu gai. Ey. Qanday burilaman endi men bu yerdan? Yo'l yopib qo'yibdi-ku. Qaraydi, palojnik tomonidan kiramanmi shunda? Yo'q, bular yopib qo'yibdi-ku, bular. Yo'q, bundan burut. Vay, umri edi. Vay, zo'r endi, komandir. O'ziga yopib qo'yibsizlar-ku yo'lni. Nima deyotgandim? Aqlli gaplar gapirmayotgandim ish qilib. Tak, biz oxirgi payt men bu Coested promotion bilan, janglar bilan ovora bo'lib, vayn olmay qo'ydik, ha? Konkurs qilmay qo'ydik. Assalomu alaykum. Yashasak maylimi? Qani, endi mana shunaqa yuradi endi mana shu. Yo'q, o'tib ketishim kerak, yo'q, qolib ketishim kerak-da mana shu. Maymunni ko'chada ko'rib qolganda telefon bilan naqdiradi. Nima deyotgandim? Kecha kaltaga urib, jala boshim ham ishlamayapti. Kecha ikkita uchta yomon udoq o'tdi boshimgacha. Qana ushiydi hozir. Chunki balasani bosmadim. Ha. Nima haqida gaplashyotdik desa, sarpolar borasida men bir narsa deya olmayman.
Mana bu ukamiz yaqinda qiz chiqarganlar. Mana bu ukamiz yaqinda qiz chiqarganlar. Mana bu egnimdagi kastimni ham kuyov tomon qilgan. Jannat bolasi. Nima deyatuvdim? Sarpoqlar borasidami? Ha, tak. Anaqa. Bular boshim ishlamayapti. Men bu yerda ikkita uchta yaxshi udarib o'tganiga miyam ishlamayapti. Mana kulachka degilar qanday? U pastdan kaltayib yuradi, bilmayman bular. Jinni bo'lib qolmaganiga. Tak. Ha, vaynlar haqida va konkurslar haqida edi. Vaynlar olishni o'ylashimiz kerak. Chunki sizlarni pozitivini ushlab o'tirishimiz kerak. Mana ko'ryapsizlar. Yaxshiliklar, mana 35 ta oilaga produktlar tarqatgan videomizni qo'ydik. To'g'ri, u savoblarni qalbdan, yurakdan qilamiz. Va o'sha nima deydi? Maylaligi. Jaddiy. Evlishoq, assalomu alaykum, tuzumsiz. Sayan, assalomu alaykum, chempion ukam. Sayan ukamga obuna bo'lib qo'yinglar. O'sha kuni juda zo'r jang ko'rsatdilar. Xarakterda bu bola haqiqiy voyin. Faqat ozgina tayyorgarchiliklari yoki soperniklariga o'ylab chiqqan, misol uchun strategiyalari sal ishlamay qoldi. Lekin xudo xolasa bu ukalarimiz keyingi safar ajoyib jang ko'rsatishadi. Qaranglarda biznesda anaqa evlishoq ko'rayotgan bo'lsa Amerikada meni tushunadi. Bizda zo'rdan deb poylab turishadi-da. Ani zo'r yaxshi ishlar qilayotgan bo'lsang, birontasi obsujeniya qilmaydi jalab. Ano qo'yiskarlar borda, qo'yiskarlar komandasi jalab. Kontent ham qilmaydi ular. Ne? Ularning kontenti mana bunaqa jalab. Kimdir bir narsa qilib qo'ysa, biznesda videoni kamerani qo'yib oladi jalab, bloger bo'lib qolmaydi unaqada. Bloger bir narsa bilan shug'ullanish. Marsel, assalomu alaykum, bag'rim. Marsel, zo'r narsani gapirib o'tdim, gapirib olay. Nima deyotdim? Yana kechani Shamil boshimga urganiga boshim ishlamayapti, Marsel bilan. Nima deyotdim? Ha, razborchilar paydo bo'lib qolganda, o'zimda kamerani qo'yadi-da, o'zini bloger deb o'ylaydi. Nima qilib? Mana bu videoga bitta nazar solinglarchi, men bu nima qilgan bu yerda deb qo'yadi. Biznes jalab. Son nima bular? Instagram razborchiymisan sen. Men bu ayolni ko'ringlarchi, men bu nima deyapti deb qo'yadi. Yo'q, uzri xafa bo'lmanglar-ku. Bolalar haligi Marcel, не уходи, пожалуйста, jonli efirda побудь, bratан. И этот Birpasda hammasi razborchiyda. Men aytaman, g'iybatchi ayollarga ham gap qolmadi, bolalar ham soqoli kinniga tushgan. Men buni ko'ringlarchi, nima deyapti deb qo'ygan. Videoni qo'yib qo'ygan, yarmiga o'zi o'tiradi. Ani teletomoshabinlarga o'xshab, diktorga o'xshab, kallasini yarmi, ekranni yarmi turadi-da, yarmida video turgan bo'ladi jalab. Bunda kirsang turmushi jalab hayoti o'sha birovlarni obsujdat qiladi bular. Men aytaman, блядь, вы что, блядь, совсем уже ебанулись, что ли, блядь? Успокойтесь, ребята, пусть живет каждый своей жизнью. Bitta bola kontent qilaman deb, hammaning e'tiborini tortaman deb bitta qizga anaqa qilgan ekan. Otilmaydi. Gul berganmi? Uzuk bergan. Tiz cho'kkanmi endi? Endi onayni immagur holiga bizni promotionni obsujdeniyasi qolib ketdi-da, jahlim chiqayotgani. Bizniki trendga chiquvdi. Aziz jangni sotib olgan, urib olgan, duxini olgan, shuncha urmadi deb turishuvdi. Bilat, ana bola trend ko'tiga tiqib o'tiribdi-da. U bola nima qildi? U bola keldi, sevgan qiziga benommi, nomsizmi degan komandani konsertida shunda gul berdimi, anaqa uzuk berdi. U ham ssenariy bo'yicha ana qiz ham bitta nahv dedi. Keyin endi uni to'rtta tomondan videoga olib turishdi bir vaqt. Voylat haligi joyda burpostda mulla sallalar o'ralgan odamlar chiqib turib, bu nima degan gap? Voy, как будто endi er xotin o'rtasida salla yashaysanlarda yotib jalar. Qo'y, yoshlar o'ynasin, yashasin, o'ziga kayf hayotida yashasin. Sen uni qabrga tushmaysan-ku. Sen borib uni bir
uyiga 1 litr bir flaga yog' olib borib bermagan bo'lsang, demak bu 2 yoshga o'zi ssenariy, postanova. Lekin даже real hayotda shunaqa bo'lsa ham, qo'y, u otangni zamonida boshqacha sevgi izhor qilgan. Hozir bunaqa stildir, xato qilsa o'zi javob beradi. Ketdi keyin, voy tiz cho'kdi. Hozirdan tiz cho'ksa endi nima bo'ladi? Voy jala, nima bo'lsa sen hal qilmaysan-ku. Nima bo'lsa bo'ladi endi. Tiz cho'kadimi? 69 qiladimi? 79 qiladimi? Maza qilmaydimi? Hayron qolaman-da. Endi shu ikkita yoshni обсуждение qilib turdik. Uyg'onsam bu yerda Yulduz Usmonovani mush konserti atmayni. Endi haligi mujiklar, sallovlagan mujiklar unga fikr bildirib ketdi-ku. Bratanlar, uzr, sizlarni bir ishinglar yo'qmi? Bir ish pishga bormaysizlarmi mabodo? Bir oila poylaylar yo'qmi sizlarni? Bolalarni bog'chaga olib borish, undan keyin ishga borish kerak, undan keyin produkt qilish kerak. Xotin produkt yozib beradi. Uni keyin borib turib O'rtoqlar, bu endi shunchaki o'tib ketadigan mavzu emas. nega iPhone sotib jangchilarga yopishdinglar? Sizlar o'zi qanaqa organizatsiyadansizlar? O'sha fikr bildiruvchilar o'tirib olib turib, "Mana buni ko'ringlar-chi, bu nima? Bu yangi trendmi jalab? Mana buni ko'ringlar-chi, bu nima deyapti?" Po'q emas bizga nima deyapti? O'zini hayotini yashayapti. Dinga qarshi chiqmasa, siyosatga qarshi chiqmasa, qonunni buzmasa, baribir sen uni sudit qilmaysan-ku. Qo'y maza qilsin. Agar senga xalaqit o'tgan bo'lsa, mayli gapir. Bratan, cho'tan. To'g'ri so'z bu. Marsel красавчик. Yo'q, mana shu Marselni ham mana qaranglar-da. Marsel, ты готов быть в одну. Я тебе одну правду скажу, да? Ты сейчас главный краш СНГ, ты там любимчик, ты красавчик, ты там сейчас ты в тренде, да, мы это все чувствуем, мы это знаем. Ну, блин, Марсель, ты не верь, уляр, сотхалар. Вот не дай Бог, братан, пусть Аллах будет с тобой. Тренируйся хорошо. Не дай Бог, проиграешь, братан. Они тебе закидают камнями, дорогой. Не знаю, с чем это связано, почему люди такие. Ребята, понимаете, спортсмен выигрывает, проигрывает, это нормально. Не надо сразу от него отказываться, это жизнь. А в жизни бывает всякое. В жизни бывает по-разному. Каждый из нас проживаем эту жизнь первый раз. Мы делаем ошибки, мы что-то там недоделываем, мы кого-то чего-то недооцениваем. Не нужно сразу включать муллу, домлю или супертренера, суперспортсмена. Отказываться от людей так нельзя. Это как минимум, это несправедливо. Это не по-мужски. Если ты болеешь за человека, болей до конца. Вот do'stimmi do'sti deymi? Do'stingni qanaqadir kakasi chiqib qolsa ham u seni do'sting-da, понимаешь? Shunaqa bo'lish kerak-da inson. Yo'q, jalab biznikilar mana bechora Goldga bu narsa bo'ldi, bir pasta unutib yuborishdi ham bechora bratishkani. Bir pasta yo'q bratishkada. Унака qilmanglar-da, bolalar. Не надо так, даже некрасиво, бля. Вы что, ребята? Взлет и падение у человека бывает, да? По-разному, да, ситуация бывает в жизни. Kerak emas unaqaligi. Bir pasta odamdan отказываться qilib, jalab. Mayli, voga shotga qo'ysak. Nimasi bu endi? Sotib oldingizmi joyi? Joydan turmab yo'lda tushgan boshlardan ketdi. Yo'q. Mashinaga o'xshamayapsiz shunga. Charchamang. Mana 2 soatdan beri parkovka izlayapman. Tak, nima haqida gaplashyotgandik? Marsel haqida. Marsel Xudo xolasa biz promotionda Marselga jang beramiz. Kulachkada Marsel o'zini zo'r his qiladi, zo'r чувствовать qiladi. Shuning uchun hurmatli do'stlar, meni ko'zim kulgani bilan yuragimda nima bo'layotganini faqatgina o'zim bilaman. O'zimda gunoh. Termulgan bu ko'zimda gunoh.
o'zimda gunoh, termilgan bu ko'zimda gunoh. Bilaman, mana shu yerga qo'ysammikin, mana shu yerga qo'yaman. Nima bo'lsa bo'ldi, shtraf yozsa yozsin. Bundan battar narsalarga shtraf to'laganmiz. Bunga to'lasak ham mayli endi onasiga. Nima bo'lsa bo'ldi. Erkek kishi, вы не забывайте, мужчина, ya'ni erkak, он всегда должен быть в каких-то проблем. O'zbekcha aytaymi? Erkak kishi hadeb nolaverish kerak emas hayotidan. U qilib qo'ydim, bu bo'lib qoldi, teshilib qoldi, buzilib qoldi mashinam, balon teshilib qoldi, oyligim chiqmay qoldi, deyverish kerak emas. Erkak kishi har doim qanaqadir muammolarda yuradi o'zi. Shikal qilib qo'yadi, kimlardir urushib qo'yadi, kreditga kiradi, kayfga beriladi, bitta qizikiga tiqaveradi hamma baloni. Uylarni sotib qimorlar. Главный o'z vaqtida to'g'ri vывод qilish, ya'ni o'sha qilingan xatolardan to'g'ri xulosa qilish va o'z vaqtida shu yomon yo'ldan qaytish. Misol uchun ha deb noliydigan bolalarga nolaveradi, unaqa bo'ldi, hayotim o'xshamayapti. Shunaqa, erkak kishi shunaqa. Har doim muammolarda yuradi. Problemalarga kirib qoladi, ishga olib qo'yadi, ani qizni buzib qo'ygan, teshib qo'ygan, ehtirosga berilgan. Albatta, это нехорошо. Ну, erkakda u chunki qiziqqon. Erkak kishi xato qiladi, kim qoqiladi? Kim xato qiladi? Kim qoqiladi? Yurayotgan, harakat qilayotgan odam qoqiladi. Yurib harakat qilayotgan. Yerda yotgan odam qanday qoqiladi? U o'zi yotibdi-ku yerda. To'g'rimi? Yaxshiga borib kelsangiz o'sha gapirsa, yo'q, men Marsel ham borligiga Marsel eshityaptimi deb gapirdim-da. Mana qizlarni qara, voy, men 41 yoshga kirgan cholga 3 ta qiz qarayapti men bu yerda. Mana ko'rsataymi? Mana qaranglar. Mana men qiz hozir qaradi. Mana burilib ketdi, mana ketdi, hozir yerda qaraydi, qara. Hoppa. Men bu yerda ikkitasi o'na chiqib ketdi tepaga, qara. Qara. Sen o'sha bo'lgan bir 300 yoshga kirgan qarg'a bo'lsam, men o'sha sizlar bilan unaqa qila olmayman. Gaplasha olmayman. Jon singillarim. Sizlarga mana jonli efirimda zo'r ukalarim bor. Zo'r sportchi ukalarim bor. O'shalar anaqa. Biz o'sha o'zimizgini atvoyevat qilib bo'ldik o'sha. Biz o'sha tugadik biz o'sha. Bizdan o'sha hech bola foyda yo'q. Shunaqa-da, shunaqa. Bizda pul bor faqat. U ham turnirga ko'p ketib qoldi, ko'rinmas qoldi. Negativlarga surpriz nima bo'ldi? Surpriz videosini qo'ydim-ku. Uydan borib so'rab keldim-ku, nimaga sen bola urushmading men bilan? deb. Sizlarga o'sha bir narsa gapirishdan ham qo'rqib qoldim. Uyg'ur Mirzo. Mana shu Uyg'ur Mirzo bolaga kiringlar-da. Anaqa profiliga. Uyg'ur Mirzo degan bir ukamiz bor. Anaqa gap bo'yicha lekin yorar ekan bo'yini mana shu bor bu bola bilan yomon qilar ekan lekin. Mana shu vodiychasiga, andijonchasiga yoki xorazmchasiga yo'q, vodiychasiga, farg'onachasiga shunaqa olib borar ekan gapni. Yomon gapirar ekan. Moskvaga faqat urushgan bordingizmi? Ha, faqat shu uchun bordim, boshqa nima uchun bordim? Moskvani men yomon ko'raman. Moskva bilan bor fikrim shunaqa. O Dubay и Moskvada oyiga просто $50,000 beramiz. Sen просто uyg'onasan, parkka chiqasan, aylanasan,
Po'stda yotib uyqudan tursang, biz senga har 30 kunda 50 ming beramiz, yo'q deyman. Shu darajada menga yoqmaydi shu joylar. Shunaqa gaplar. Assalomu alaykum aka, urdan asan, tekali. Yo'q, ishingiz kerak emas ukajon, xo'p? Akamiz ham ishga bilan Yo'q, hech narsa yo'q. Uka, mayli, yashasam maylimi mana shu hayotda? Haqqim bormi men yashashga? Tinch yashashga haqqim bormi? Tinch yashash uchun nima qilsa bo'ladi? Sizlar qanaqa yashayapsizlar hayotinglarni? Tinch yashash uchun nima qilishsa bo'ladi? Kimda agar tinch yashashga zo'r ideal maslahat bo'lsa, 10 ming dollarga sotib olaman. Nega iPhone sotayotganlar xato qilyapti? 2007-yilda birinchi iPhone kimdir Shu ukam meni videolarimga chiqqan, birga chiqqanmiz. Yonma-yon menda ani bitta obrazda Ahranam bo'lib bergan. Aziz To'laganov. Bu bola sartarosh bo'lgan. Vaynini bir marta biz o'g'irlaganmiz. Vaynini bizdan zo'r qilib olgan. Ani soch oladi-yu, boshqa sartaroshga oldirsa, klient keyin sartaroshi xafa bo'lib qoladi. Keyin biz uni olib Bahodir bilan anaqa qilganmiz. Shogird boshqa trener bilan ishlab qo'yadi, keyin o'zini trener xafa bo'ladi. Qaranglar, mana shu bir-birimizga havas qilib bir-birimizni yetaklab, mana hozir shu Aziz To'laganov ukam kachka qilyapti, kachka. Trenirovka qilyapti. Yo'q, o'chirmasam, yomon ko'zga kelyapti. Atrofinglarni chiroyli deyman, nima dedim? Atrofinglarni qanaqa insonlar bilan o'rasangiz, ora-orada mana shu insonlarni ligalari sizga ham o'tadi. Endi 100% aniq o'xshab gapira olaman. Mana ham Jalal. Trener bilan gaplashsang. Bosing, probka boshlandi. Tinchmisizlar? Bosing. Hozir so'kishadi, orqangizga so'kadi. Ha, yo'q, ko'rinmas ekanda. Bosinglar. Nima deyotgandim? Bila, yaxshi gap gapirmoqchi edim. Miyamdan chiqib ketib qoldi. Nimadir aytmoqchi edim-da. Bila, men aytdim, udar yomon yedim-da, ikkita jala. Mashtimga yomon tegdi jala. Kut, блядь. Izmanchi qoldim, nima deyotdim? Provokatorlarni gapini o'qisam yozishyapman, provokatorlar mana o'qimayman, o'qisam yozib oladi. Keyin ular kontent qiladi. Ko'rdingmi provokatorlarning savolini? Muhammad ukam ishlar yaxshimi? Provokatorlarning savolini ko'rasizlarmi? Provokatorlar uni keyin oladi-da, bundoq qilib kesadi-da. Mani basharam bor-ku videoda. Keyin o'sha boshqa odamlarning rasmini oladi-da. Olmayman hech narsa, yashasam maylimi shu dunyoda? Shu dunyoda yashasam maylimi? Iltimos. Nima deyotdim? Keyin oladi-da, millionlar bilan yursang agar voy jalab. Ma'nu agar Evlishoh ikkalamiz saqotishlarimiz deyarli bir xil. Jalab. Biz ham anaqalarga, Evlishoh ukajonim, biz ham siz bilan ikkalamiz endi baribir hayotda ozmi ko'pmi ko'rinar-ko'rmas bir narsalarga erishganmiz. Endi siz o'zingizni haqiqatingiz bor. Ishtoningizdan nimalar o'tganini siz bilasiz. Men ham ishtonim juda ko'p narsa o'tganda. Biz ham bir mikrofonlarni qo'yib, uka. Mana unaqa quloqqa ani xonani shumi eshitilmaslik uchun mashinani qoplab qo'ydi. Hozir kimdir kirmoqchi shu mashinaga. Xonani ovozi shumizolyatsiya bo'lishi uchun yoki vajniyroq ko'rinish uchun yoki hayotda bir tashaqqa emas, tashaqlarga erishgan inson bu ko'rinish uchun mamundey naushniklarni taqib uka ikkalamiz. Mana shunday ottikidek mikrofonni qo'yib o'zimiz yozib bergan savollarni qarama-qarshida bir odam o'tirgandek o'zimizga o'zimiz savol berib,
o'zimizga o'zimiz biz ham javob bersak bo'lmaydimi, uka? Ha? Biz ham shunaqa важный ko'rinib, haligi ko'p narsaga erishgan inson deb anaqa bilasizmi? Men sizga bir sirni aytaman. Hayot shunchalik murakkab emas. Biz o'zimiz insonlar uni murakkablashtiramiz. Aslida siz 5 ta millioner bilan yursangiz, juda katta ehtimol bilan siz 6-chisi bo'lasiz. Undanda qizi siz 5 ta sportchi bilan yursangiz, siz 6-chisi bo'lasiz. Tasanno. Chaqmoqlar. Keyin oxirgi muzika. Tring tang 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 rang tang cho'rni beliq borsa bo'ldi. Jalab u ma'noli gap bilan pizdes jalab bo'ldi. Bilak. O'layni emas boshqa qizga. Sizlar ham bunday urib bitargansizlar. Bilak. Oyiga $3,000 topmoqchi bo'lsangiz, kuniga $100 topishingiz kerak. Voy bilan. Jalab, men yo'l o'rtasiga turib olganman. 500 ta odam qarab o'tib ketyapti bor-ku. Takoy oxiri mana Evli Shoh hammasini biladi. Biz hammasini bilamiz Evli Shoh, faqat biz u darajada ko'rsatib bera olmayapmiz. Allo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima gap? Mana shu parkovkada turibman, odamlar uje hozir buzib yuboradi meni hozir. Kelyapman. Ketdimi bolalar? Bo'ldi, sekund. Tak, endi shu yo'lakdan yetib borishga harakat qilamiz. Yaxshi dam olinglar, biz hozir shunda bolalar bilan ujinni qilib, ertaga bitta mashina sotib olmoqchi bo'lib turdik. O'sha maslahatini qilamiz. Bir syurpriz. Asabiylashganimda o'zimga syurpriz qilaman har doim. O'zimni anaqa qilaman, erkalayman. Shunga bir anaqa qilgim kelyapti. Ozgina. Lekin ustimda ko'ylagim yo'q, mashina olaman deyapman. Shunaqa. Hali har jahlim chiqqanda bitta narsa olgim keladi. Tapchkan ahvolni qo'yaylik. Tapchka 3 yil bo'lgan. Mana. Nijniy bolalarga o'xshab qolman. Mana. Sado tapchka nijniy bolalarga o'xshaganmi? Ana makasimani kiyib olib turib, kofe ichib turadigan bolalarga o'xshagan. Charcharasiz. Shunaqa joyga kelibsiz. Qani bolalar kelibdimi? Yo'q, qani nijniy. Yo'q, barmoqchalarni qara. Zato tursigingiz yo'q deyapsiz. Tursi rostdan yo'q mana. Mana. Tursi yo'q-da, u bilan. Tursigi bormi yo'qmi? Nima bilasizlar? Qo'yib bir o'zi xotinni bo'lsa-chi bu ham. Tursi yo'q lekin. Men geylik olmoqchiman. Ikkita olganman. Ko'tada tursigi yo'q Shohjahon jalal. Ha? So'raychi. Ormay, flash, kayfiyatlash, sog'-salomatsizmi? 4-5 kishida, yaxshimisiz? Ha, biz itolog'imizni.
degan ko'chadagi joy ham yaxshi edi-da. Bo'lsa. Bo'ladi. Alo, oxirida o'tirsa biz xalaf qilmaymiz. Endi so'kinishimizni hisobga olmasa, zararli odam emasmiz biz. Ha? Ya bu slishkim yorug' ekan. Ha? Mana bu xonachi. So'rashim kerak. So'raychi, pulini beramiz. Janaqa VIP katta, ana. Nozik 300 kilolik insonlarnikimi bu xona? Yaxshi ekan lekin. Mana shu Antoshka degan qiz bor-ku, yozaverib umri yedi, bolalar o'zingizlar gaplashinglar. Mana Antoshka degan qiz bilan nima qilarkin bu qiz? Antoshka degan qiz mana bu promo efirga kirib olib, shuncha naqalarning ichida. Xo'p bo'ladi.